Assalomu alaykum. Sizlarga qulaylik yaratish maqsadida biz kanalimizda reklama formatini o'zgartirdik. Endilikda siz biletlarni nafaqat qaysi sanaga nech pulligini va qancha pulga o'zgarganligini ko'rishingiz, kuzatishingiz mumkin. Bu orqali siz bilet narxi ko'tarilyapti yoki tushyapti, doimo xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Masalan, 23-may sanasiga bilet narxi 13.600 rubl bo'ldi, 4.400 rublga ko'tarildi. 27-may sanasiga esa 12.500, 3.400 rublga bilet narxi ko'tarildi. Bu biletlar 9.000 dan sotilayotgandi. 25-may sanasiga esa bilet narxi 17.600 rubl bo'lgan. Hozir bez bagaj tarifda bagaj bilan 1.200 rubl, 18.800 rubl bo'ladi. Biletlar narxi ko'tarilishda davom etadi. Sababiki mana bu yerga biz qisqacha yozib o'tib ketganmiz. Bayram kunlari yaqinlashayotganligi sababli biletlar narxi bayram arafasiga anchagina ko'tarilmoqda. Hozircha 3.400 rubl atrofida ko'tarildi degan izohni ham yozib ketdik. Bu orqali siz to'liqroq qaysi sanaga bilet olishlikni, biletlar narxi qaysi jarayonga o'zgarayotganligi, ko'tarilyapti yoki tushyapti, ko'rib borishingiz mumkin. Sizlarga doimo eng foydali ma'lumotlarni berib boruvchi va sizlar uchun xizmat qiluvchi Kosmos aviakassasi. Salomat bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz YouTube'da, Instagramda va Max'da ham bormiz. Obuna bo'ling, izohlarda like bosishda davom eting, tanishlarga tavsiya qilishda davom eting. Biz ham sizlarga eng ma'qul bo'lgan takliflarni berib borishga davom etamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.